O'rtoqlar, sizlar bilan hozir GAN 144 strategiyasini ko'rib chiqamiz. Hozircha indikator yordamida ishlatishni o'rganamiz. Xudo xolisa keyingi videolarda MetaTraderga tushirishni ham o'rgataman. Birinchi o'rinda TradingViewdan registratsiyadan o'tib olasizlar. Indikator bo'limiga kirsanglar, bu yerga GAN deb yozamiz. Mana bu yerda GAN 144 bor. Ya'ni shuni bitta bossak, bizda GAN 144 ya'ni bu paydo bo'ladi. Bu yoqda qanaqa bozor ishlaydi, bunda qanaqa yuradi, bir boshdan tushuntiraman. Qaranglar o'rtoqlar, bizda 0 ya'ni siframiz bor, bu yoqda 144 bor. Bu yoqda ham 0 bor, 144 bor. Bizda sertichka ya'ni o'rtasi 72 va bu yoqda ham 72 o'rtasi hisoblanadi. Ana endi bular hammasi indikator bo'lganda hisobiga surilib boradi. Lekin MetaTraderga nastroyka qilsanglar bu surilmaydi. Bozor qanaqa yuradi? Bitta buy, bitta sell qilib ko'rsatib beraman. Mana qachonki bozor 0 da, bu yoqda 144 da va 72 da bo'lgan paytda, mana hozir bu yoqda ozgina surilgan, start oldi. Buyga signal bo'ladi. Mana masalan hozir turishi bozorda buyga signal. Qaranglar, narx 144 dan start oldi, ya'ni pastdan 144 dan start oldi. Bizda keladigan take profit, birinchi take profit mana bu 96 zona hisoblanadi. Ya'ni narx 96 ga kelgandan keyin mana bu yerda ko'rsatilgan orqaga retest bo'ladi. Ya'ni qaysi zonalarga 114 bilan 144 ni orasiga retest beradi. Mana bu zonaga retest. Mana undan keyin ikkinchi take profit bizda 72 zona hisoblanadi. Ya'ni bu zona ikkinchi take profit. 72 ni urgandan keyin bozor orqaga korreksiya beradi. 96 bilan 114 orasiga. Ya'ni bu nuqtaga. Ana undan keyin bizda uchinchi take profit bu 48 zona hisoblanadi. Mana bu 48 zona uchinchi take profit. Agar 48 zonaga narx yetib kelgandan keyin ham orqaga korreksiya bo'ladi. Bu qatgacha bo'ladi. 72 zona bilan 96 zonani o'rtasigacha. Balkim 72 dan qaytadi, balkim 78 dan. 96 bilan 72 zonani orasi bu korreksionniy zona hisoblanadi. Ana undan keyin bizda oxirgi take profit bu 0 bilan ya'ni 24 dan boshlanish. Ya'ni mana shu nuqta bizda oxirgi take profit hisoblanadi. Mana shu bo'yicha bozorda yurish kerak. Endi yana bir qator chizib ko'rsataman. Ya'ni bizda 144 dan narx start oldi. Mana 144 dan start oldi. Bizda birinchi take profit bu 96 zonamiz hisoblanadi. Mana bizda birinchi take profit 96. Orqaga bizda korreksiya beradi. 114 bilan 144 ni orasi bizda korreksionniy zona. Mana bu bizda retest, ya'ni retest zona hisoblanadi. Bu retest zona. Bundan keyin 96 ni urib retest bergandan keyin bizda ikkinchi take profit 72 deb aytdik. Ya'ni 72 zonani urgandan keyin orqaga korreksiya beradi. Ya'ni 96 bilan 114 orasi. Bizda bu zona korreksiya zona hisoblanadi. Ya'ni korreksiya. Korreksiyani bergandan keyin bozor 3-chi take profit bizda 48. Ya'ni mana bu zona hisoblanadi. 48 ya'ni 3-chi take profit urgandan keyin bozor orqaga korreksiya beradi. Bu korreksiya 72 bilan 96 ni o'rtasi bo'ladi. Ya'ni bu zona bizda korreksion zonasi. Ana endi oxirgi take profit bizda 24 bilan 0 ni orasi oxirgi take profit. Mana shu ko'rinishda ishlatasizlar. Ana endi buni sell ga ishlatamiz. Ya'ni sell ga ishlatish uchun biz misol uchun yo'dan dollar kanadskiy parasini ko'ramiz hozir. Dollar kanadskiyga o'tdik. Start olib turgan joyi yo'q. Qani tillarda ko'ramiz. Mana tillarda start bor. Qaranglar. Mana shunaqa holatda ishlatsanglar bo'ladi. E'tibor beringlar, narx mana o'rtada 72 da turibdi, 0 da turibdi. Boya 144 dan tepaga hisoblagan edik.
Bu sellga bo'lgan hisobiga 0 va 72 bizda start zona hisoblanadi. Mana bundan keyin bozor qanaqa yuradi? Ya'ni bu yoqdan narx start oldimi, bizda birinchi take profit 48 zona bo'ladi. 48. Orqaga korreksiyamiz esa mana 24 bilan 0 ni orasiga korreksiya beradi. Ikkinchi take profitimiz esa 72. 72 ikkinchi take profitni urgandan keyin bizga orqaga korreksiya, ya'ni 48 bilan bu yoqda 24 orasi, ya'ni 36 bilan 48 orasini olsak ham bo'ladi. Orqaga korreksiya va bizda uchinchi take profit 96 zonamiz. Orqaga korreksiyamiz 72 bilan 48 ni orasiga, bizda oxirgi take profit 114 bilan 144 gacha bo'lgan holat. Mana shu holatda bozor yurish kerak. Bunda ham oladigan bo'lsak, 0 bilan 72 bizda start zona hisoblanadi va 48 bizda birinchi take profit. Bizda 24, ya'ni 30-24 orasi 0 bilan bizda retest zona hisoblanadi. Mana bu zona bizda retest zona hisoblanadi. Ikkinchi take profit bizda 72, ya'ni bozor o'rta qismi va orqaga korreksiya beradi. 48 bilan 24 orasiga bizda bozor korreksiya zona hisoblanadi bu. Bizda uchinchi take profitimiz 96 zona. 96 ni urgandan keyin orqaga 72 bilan 48 orasiga yana bizda korreksiya beradi. Ya'ni bu nuqta bizda yana korreksiya zona hisoblanadi. Va oxirgi take profit bizda 114 dan to 144 gacha qo'yib beriladi. Mana bu holatga qo'yib beriladi. Mana shu holatda ishlatsanglar bo'ladi bozorni. Hozir men sizlarga screenshot ham tashab qo'yaman. Imini 2710 dan sell ochganman. O'shani ham screenshotini tashab qo'yaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiya qoldiringlar. Kommentariyada qanaqa savollar beriladigan bo'lsa, yozsanglar, xudo xolisa video qilib javob qaytarishga harakat qilaman.